Bugun Prado Center salonimizda qanaqa mashinalar borligini va qanaqa pozitsiyaligini gaplashamiz. Birinchisi Highlander Limited, Amerikada ishlab chiqarilgani, eng full pozitsiyasi. Bu yerda mokriy asfalt Li9 imiz, narigisi Li9 Ultra, hamma Lilarimiz Ultrasi eng fulli. Narigi tomonda Li7 qoraga qora salon. Bu yo'lda Voya mashinalarimiz, ham eng full pozitsiyasi Apollo Tech. Qoraga qora, qoraga oq, mokriy asfalt, oppoq rangligidan bor. Kelasiz bemalol shot spravkada xarid qilib ketsalaringiz bo'ladi. Mokriy asfalt rangi ham o'zgacha chiqqan. Oq rangi ham boshqacha. Kimga kerak bo'lsa, Prado Center salonlarimizga bemalol kelib xarid qilib ketsalaringiz bo'ladi.